Oyi, oyi, Ha, nima bo'ldi? oyi. Ha? Dugonam qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadan bir gap eshitibdi. Jasur akani oyisi Malika opa borlar-yu. Insult bo'lib, yarim tanasi ishlamay qopti. Voy, o'lmasam. Nimaga bunday bo'lgan ekan? Kecha sen bu haqda eshitmadingmi? Eshitgandim. Men alohida palatada yotibdilar deb eshitgandim, lekin bunchalik darajada deb o'ylamagandim. Bilsam borib kelardim-ku. Esiz, shundoq ayolar. Hali yosh bo'lsalar. Oyi, har holda uzoq emas. Keyin dugonasilar, shunga borib ko'rib kelaylik. Hali ham shifoxonada ekanmilar? Yo'q, uyga kelishibdi. Birinchi kundan boramizmi, qizim? Boshqa kuni borsak-chi? Oyi, boraveraylik, nima farqi bor? Borganimiz yaxshi. Ha, mayli. Men hozir dadangga qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Sen borib tayyorlanib tur. Do'kondan mayda-chudalarni olamizda borib ko'rib kelamiz. Xo'p, oyijon. Faqat tezroq bo'ling. Xo'p. Ko'tarsang-chi, Kamron. Alo. O'g'lim? Labbay oyijon, eshitaman. Nima bo'ldi? Akam bilan gaplashdingizmi? Yo'q, hali gaplashmadim. Senga boshqa narsani aytaman deb qo'ng'iroq qilyapman. Xo'sh, nima ekan? Tinchlikmi? Haligi Lolani jiyani olamdan o'tib qoldi. Biz hozir ularnikidamiz. Nima? Sarvarmi? Axir yosh bola. Umri qisqa ekan. Bu yerda hamma yig'ilib o'tiribdi. Sen ham xabarsiz qolmagin dedim, bolam. Mayitni peshinga chiqarishar ekan. Sanjar akang uyda qoldi. Uzoqda bo'lmasang-ki. Xo'p, albatta boraman. Yaxshi. Biz Lola bilan shu yerdamiz. Xo'p, oyi, hozir yo'lga chiqaman. Xo'p. Tinchlikmi? Lolani jiyani olamdan o'tibdi. Hali maktabga ham bormasdi. Sarvarni shaharga davolatgan olib borishgandi. Foydasi bo'lmabdi-da. Bechora ota-onasi qo'yib ketishgandir. Ha. Nimasini aytasan? Men janozaga o'tib kelay. Sen shu yerda bo'lib turgan. Xo'p, bemalol borib kelavering. Vaziyatga qarab senga qo'ng'iroq qilib turaman. Xo'pmi? Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Biror nima ichasan, onasi? Yo'q. Rahmat. Siz yana uxlolmadingizmi? Qovoqlaringiz osilib qolibdi. Siz ham yotib damingizni oling, dadasi. Men yaxshiman. Xavotir olma. Hamma narsa o'zgarib ketdi. Malika, seni shu ahvolda ko'rish menga juda ham og'irlik qilyapti. Menga og'ir emas deb o'ylaysizmi? Chopib yurganlarimni, har bir qadamimni sog'indim. Lekin siz uchun, Jasur borligi uchun ham yashayapman, dadasi. Bu nima deganing? Albatta yashaysan. Qo'y, onasi, bunaqa gaplarni gapirma. Bu hayotga ko'nika olamanmi, yo'qmi bilmadim. Men kuchli bo'lishim kerak, bilaman. Lekin bu ahvolda o'zimni juda ojiz his qilyapman.
shu ojizliging meni yanayam kuchli qiladi. Xavotir olma, doim yoningda bo'lamiz. Sen bizga keraksan. Eshik taqillayapti. Men hozir kelaman. Qandoq qilaman? Assalomu alaykum. Bandalik aka. Rahmat. Bardam bo'ling. Xo'p. Qani, Assalomu alaykum. Bilaman. Bu dardni hech qanaqa so'z bilan yengillashtira olmayman. Bardam bo'ling aka. hammasi birdan bo'ldi, Kamron. Ayolimni nimalardir deb ovutishga harakat qilyapman. Lekin o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Tong ottirishdan ham qo'rqyapman. Kimni endi bog'chaga olib boraman? O'g'limning ovozini qayerdan eshitaman? Tanam muzlab qolgandek, hech narsani sezmayapti. Ertagacha yetib boramanmi yo'qmi? Buni bilmadim. Unaqa demang. Siz oila boshisiz aka. Hozir hammadan ham siz kuchli bo'lishingiz kerak. Qizingiz uchun, kenayim uchun. Aka, bardam bo'ling. Malika, qara, seni ko'rgani kelishibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke qizim, ke. Sizlar bemalol. Men tashqarida bo'laman. Yaxshimisiz, xola? Sizga nima bo'ldi? Ko'rgilikda peshanada bor ekan qizim. Hali hammasi o'tib ketadi. Albatta tuzalasiz, mana ko'rasiz. Rahmat qizim. O'zing yaxshimisan? Onang yaxshimi? Rahmat, yaxshilar. Onam ham kelayotgandilar. Yo'lda ishlari chiqib qoldi. Hozir kelib qoladilar. Yaxshi. Xola. Shifokorlar nima deyishyapti? Hozircha aniq gap aytishmadi. Imkon bor, tuzalib ketasiz deyishyapti. Balki meni ko'limni ko'tarish uchun shunchaki aytishayotgandir. Mana ko'rasiz. Albatta tuzalasiz. Hali ikkalamiz raqslarga tushamiz. Faqat siz tushkunlikka tushmang. Hey qizim. Biram beg'uborsan. Rahmat.
Nima bo'ldi? Oyi, dadam hech narsa demayapti. Opamni qidirgilari ham kelmayapti. O'zim ham nima qilishni bilmay qoldim. Dadangni opangdan qattiq dil og'rigan. To'g'ri qiladi, qidirmasin degim keladi. Lekin xavotir olyapman-da. Bu qiz bo'lmay ketgur bizni kuydirdi, ado qildi. Hozir dadangga bir nima deyishni ham bilmayman. Yana asabiylashib ketib, sendek qizim yo'q deb oq qilishlaridan qo'rqaman men ham. Bu ahmoq qizni uyi borligi esiga tushsa kelib qolar. Yana bilmayman. Boshim qotib qoldi meni ham bolam. Dadang ham ancha siqilib qoldilar. Nimani o'ylayotganlarini ham bilmayman. Bolam, sen chiqqanda surishtirib, qidirib ko'rgin. Bitta yarimta ko'rgan, eshitgan chiqib qolar. Xo'p, oyijon. Men dadamga nimadir ishonarli gap aytib ko'chaga chiqib ketaman. Xo'p, bolam. Agar biron gap so'z bo'lsa, darrov menga xabar ber, xo'p? Xo'p bo'ladi. Bora qol. Qizim, Xumoraxon yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha. Shifokor tinchlantiruvchi dori qilib ketdi. Hozir yotibdilar. Onaga qiyin-da, qizim. Lola, keliningizni endi yolg'iz qoldirmang. Bo'ptimi? Xo'p, oyijon. Kelinoyim yig'lab uxlab qoldilar. Ularga qarab yuraklarim ezilib ketyapti. Akam qanli? Ha. Boya erkaklar kelishgandi. Shularni kuzatgani chiqdi shekilli. Tushunarli. Oyijon, men bugun shu yerda qolsam maylimi? Voy, mayli, bemalol qolavering. Siz hozir keraklicha ularning yonida bo'lishingiz kerak, dalda bo'lishingiz kerak. Tug'ilgan kuningizda uyda bo'lmaganimga xafa bo'lmaysizmi? Qo'ysangizchi, Lola. Hozir tug'ilgan kun ko'nglimga sig'armidi? Siz qolavering. Bunaqa paytda odam o'zini yolg'iz his qilib, siqilib qoladi. Hamma balo mana shu siqilishdan kelib chiqadi. Men Kamron bilan gaplashib olaman-da, sekin uyga ketib boraman. Ertaga yana kelaman. Siz uyni u yoq bu yog'iga qarang, mayda-chuyda ishlarini qilib turing. Keliningizga yordam berib turing, xo'pmi qizim? Xo'p, oyijon. Rahmat sizga. Xo'p bo'ladi. Meni ham yuragim rosa siqildi. Bu yerda qolsam, yana biror narsa bo'lib qolmasin, yuring qizim. To'g'ri, oyijon. Sizga ham siqilish mumkin emas. Aka, qorningiz ochgan bo'lsa, nimadir ovqat tayyorlab beraymi? Yo'q, shart emas. Qornim to'q. Uydagilar qachon kelisharkin? Yoki oyimga qo'ng'iroq qilsammikin? Nima deysiz? Yo'q, o'zlari kelib qolishar. Aytgancha, kuyov bilan bolalaring kelmadi? O'zi Murod akam endi oyoqqa turyaptilar. Shifokor ko'p yurishlariga ruxsat bermagan dedi. Tushunmadim, nimaga? Nimadir bo'ldimi? Aka, xuddi xabaringiz bordek gapirganimni qarang. Kuyovingiz avtohalokatga uchragandi. Ancha vaqt komada yotdilar. Endi o'zlariga keldilar. Xudoga shukr. Alloh bizga qaytarib berdi. Shunaqa degan. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin singlim. Hozir ahvoli yaxshimi? Yaxshi aka, hammasi ortda qoldi, xudoga shukr. Faqat biroz vaqt o'zlarini ehtiyot qilsalar, hammasi yaxshi. Yaxshi. Kechki payt qaynota qaynonang kelishadimi? Bilmadim aka. Qani oyim bilan Lola kelsinchi.
Bu holatda tug'ilgan kun bo'ladimi, yo'qmi? Lolani ham ko'ngliga sig'masa kerak. To'g'ri aytasan. Ayni bugun shunaqa bo'lganini qara. Nima deysiz endi aka? Xudoyimni ishlari ekan. Bizni qo'limizdan nima ham kelardi? Menga qara Sevinch. Meni kelganimda eringga gapirmay qo'ya qol. Hozir men kelganimni hamma bilishi shart emas. Bilaman aka. Oyim bilan Kamron ham aytishgandi. Xavotir olmang, akajon, hech kimga indamayman. Qaynona qaynotam ham kelishmasa kerak. Agar kelishganda menga qo'ng'iroq qilib xabar berishgan bo'lardi. Yaxshi. Ketyapsizlarmi? Men ketyapman, Osodjon. Lola qoladi. Ertaga yana kelaman. Bardam bo'linglar. Xo'p, rahmat Xudo xola. Xo'p, mayli, yaxshi qolinglar. Yuring oyi, men o'zim sizni olib borib qo'yay. Yo'q, bolam, o'zim yetib olaman. Sen shu yerda qol. Kech bo'lmasa kuzatib qo'ying. Keyin qaytaman. Mayli, yaxshi qolinglar. Xo'p, men hozir qaytaman. Aka, uyga kirib choy ichib oling. Men kelganimdan beri hech narsa yeganingiz yo'q. Ishtaham yo'qroq. Tomog'imdan hech narsa o'tmayapti. Aka, unaqa demang. Unaqada kasal bo'lib qolasiz. Hozir kuchli bo'lishingiz kerak. Yuring. Hech bo'lmasa bir piyola choy ichib oling. Xo'p, qo'ymading. Yur. Yuring. Kuzatib yordingizmi, dadasi? Ha, ketdi. Seni topning yo'qligini qayerdan eshitdi bu? Tanishlardan eshitdik degandek qilishdi. Kim biladi, shifoxonadagilar aytishgandir. Erinmay uygacha kelgan qarang dadasi. Mayli, baraka topsin. Seni hurmat qilib kelibdi. Rahmat. O'zi shu Zahidan Jasurimizda ko'ngli bor edi. Ko'zlari aytib turadi. Yaxshi tarbiya ko'rgan o'qimishli qiz. Ota-onasini taniymiz. Shu qizni kelin qilganimizda ham yaxshi bo'lardi. Jon deb berishardi bizga. Avvalambor sen tuzalib olgin. Keyin to'y haqida gaplashamiz. Hali shunaqangi dang'illama to'ylar qilaylikki, hammani havas keladi. Ilohim meni bolaman baxtli oilalar sultoni bo'lsin, to'yi bo'lsin. O'sha kunlar ko'raylik. Ko'rasan, albatta ko'rasan. Hali nabiralaringga qarashda charchab ham qolarsan. Ilohim o'sha kunlarga yetkazsin dadasi. Oyjon, yayov yurib ovora bo'ldingiz-da. O'zim mashinada olib borib qo'yardim. Qo'ysangchi bolam, o'zim ketaveraman. Baribir kechda hammamiz qaytamiz-ku. Men ham akam bilan borib gaplashib olishim kerak. Ha, bolam. O'zi shu haqida sen bilan gaplashmoqchi edim. Sen hozir uyga borishing to'g'ri bo'lmaydi, bolam. Lola bu yerda. Sen o'sha do'stingnikida bo'lib turavergin. Men o'zim sekin vaziyatni yumshatishga harakat qilaman. Agar vaziyat jiddiylashib ketsa, akang qayerdaligingni bilmagani ma'qul. Oyi, bo'lmaydi. O'zi bu mavzuni juda cho'zib yordik. Bolam, meni aytganimni qilib turgin. Xo'p, men hammamizga yaxshi bo'lsin deyapman. Oyi, men hozir u yoq bu yoqda qochib yurganimdan ko'ra, shartta akam bilan gaplashib qo'yganim yaxshi-yu. Yo'q, bo'lmaydi. Men qo'rqyapman, bolam. Aytyapman-ku senga, yana ozgina kutib tur. Mavridini topib, akang bilan gaplashib olay, tushuntiray. To'g'ri tushungandan keyin kelaverasan. Lekin oyi, vaqt hammamizning zararimizga ishlayapti. Yana ozgina kut, bolam. Hech narsa qilmaydi. Meni yuragimni siqmasdan aytganimni qil.
Bor sen orqangga qaytur, men ketaveraman. Senga qo'ng'iroq qilaman. Yuring, hech bo'lmasa mashina yo'ligacha kuzatib qo'ying. Ha, mayli, yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. O'zinglar yaxshi borib keldinglarmi? Ha, borib keldik. Men xonamda bo'laman, oyi. Mayli, boraver. Baraqa. Malika opani ko'rib, hol-ahvol so'rab kelyapmiz. Yaxshi o'tirishgan ekanmi? Salomatligi qanaqa? Essiz Malika opa. Insult bo'lib, aravachada o'tiradigan bo'lib qoptilar. Nima bo'lsa ham tuzalib ketsinlar. Yaxshi ish bo'lmabdi. Bola bo'lib gapga kirmasa ham qiyin ekan. Shu o'g'li ota-onasiga ko'rsatmagan hunari qolmadi. Bitta sevgan umi? Uni sevgisidan. Ana endi onasini sevgisi davolab bersin. Qayoqda davolab berardi? Ona sho'rlik chidaydi-da. Boshqa nima ham qilardi? Onaizor bolasi uchun hamma narsaga ko'narkan. Jasurni to'y to'xtagani, yana mayda-chuda gap so'zlar. Malika opani ham yuragini sekin-sekin tamom qilgandir-da. Umuman boshqa ayol bo'lib qoptilar. Iloyim, tuzalib ko'rmagandek bo'lib ketsin. Ilohim. Mayli dadasi, men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Ovqatga unnayman. Xo'p. Ha, aka, tinchlikmi, nima qilyapsiz? Nimaga eshiklarni ochib hammani bezovta qilyapsiz? Ana doktoring qayerda? Qora ko'zni davolagan doktor qayerda? Ana u ketib qolgan qizni aytyapsizmi? Ha, o'sha. Ana o'sha qizni davolagan doktorning oldiga keldim. Qani u? Tahlil natijalarini ko'ryaptimi? Bunaqa vajohat bilan nima qilmoqchisiz o'zi? Seni umuman ishing bo'lmasin. Bor o'sha doktorni chaqirib bergin. Unda ishim bor. Agar topib bermasang, men o'zim topsam yomon bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, hozir. Bor top. Lekin shovqin ko'tarma. Xo'p, bor, gapni ko'paytirma. Xo'p. Tinchlikmi? Hey, nima qilyapsiz? Menga qara, filos. Sen qora ko'zni sog'lomligini bila turib, uni tomoshasiga ko'maklashding, shunaqami? O'zingizni bosing. Shunaqami dedim? Aka, qo'yavering, o'zingizni bosing. Men qara. Sen o'sha qizga yordam bermaganingda hozir bunaqa ishlar bo'lmagan bo'lardi. Men seni o'ldiraman. O'ldiraman dedim. Men bilmasdim. Yaramas aldama. Sen hammasini bilib u bilan kelishib olgansan. Jasur bo'ldi qiling. Jasur bo'ldi, bas qiling. Oyiz battar siqiladi, iltimos. Bo'ldi. Bu bilan hech narsa hal bo'lmaydi. O'zingizni bosing. Sen bilan gaplashaman hali. Yuring. G'ulom Ahmedovich, yaxshimisiz? Yaxshiman. Oyjonni kuzatib yordingizmi? Ha. Mashinaga o'tkazib yubordim. Allaqachon uyga ham yetib borgan bo'lsalar kerak. Bir kunda nimalar bo'lib ketdi-ya? Keling ham ancha siqilib qoldilar. Ha. Onaga juda qiyin. Lekin sen ham o'zingni ehtiyot qilgin. Sizlarga ham bir narsa bo'lib qolmasin. Xo'p, oyijon ham tayinlab ketdilar. Yaxshi. Biror narsa yeysizmi? Ha, yo'q. Shart emas. Shunchaki oldinga kelgandim. Kecha uyga kelmadingiz. Qayerda edingiz? Og'aynim Elyornikida qoluvdim. Ha, bugun uyga borasizmi? Boraman degandim, oyim kelma deyaptilar. Shu yerda qolavering. Akam yonlarida ham kimdir bo'lsa yaxshi bo'lardi.
ertagayam, indingayam keldi ketdi bo'ladi. Men ham kelayinmi yonlarida bo'laman. Oyjon qolavering dedilar. Shu yerda bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha shu yerdaman. Keldi ketdi tugagandan keyin kechda ketaman. Ertalab yana qaytaman. Yaxshi. Endi Elyornikida qolsam yaxshi. Sen xavotir olmagin. Bu yerda ayollar ko'p bo'lganiga biroz xijolatli. Alohida joy solib beraman. Ha, yo'q, kerak emas. Aytyapman-u. Ertalab qaytib kelaman. Mayli, nima bo'lganda ham o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Mendan xavotir olma. Men Ozod akani oldiga hovliga chiqay. Mayli. Iye, qarachi kimdir keldi. Xavotir olmang, oyim ekanlar. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qiz? Yaxshimisiz? Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz yaxshi borib keldingizmi? Ha, yaxshi. Va alaykum assalom. Lola qani oyi? Lola qoldi. Nimaga qoladi? Nimaga bo'lardi? Akkenesi bilan o'tiribdi. 1-2 kun oldida bo'lib dalda bo'lsin. O'zim qoling deb aytdim. Shartmidi oyi? Shart bolam, shart. Qarindosh urug' shunaqa kunda bilinadi. Senga aza ochganimizda ham shunaqa holatda edik. Lolaga akasi bilan kenesi dalda bo'lgan. Ularni bolasi rostdan ham olamdan o'tdi. Xumor opani ham ahvoli yaxshi bo'lmasa kerak, oyi. Qana qilib yaxshi bo'lsin. Boladan ayrilish onaga o'lim bilan teng. Chirqirab qoldi sho'rlik. Er-xotin ikkalasi ham cho'kib qolishdi. Oyjon, o'zi bolasiga nima bo'pti? Ha, boshida o'simtasi bor ekan. Operatsiyadan chiqa olmabdi sho'rlik. Bolasini davolatish uchun hatto hovlisini ham sotibdi. Ha, Xudoyim. Xudoyim ishlarida. Kamron hali ham kelmadimi, oyi? Ha, Kamron ham o'sha yerda. Ikkalasiga ham tayinlab keldim. Oldida bo'linglar dedim. Shunaqa kunda odam odamga kerak bo'ladi-da. To'g'ri qilibsiz, oyjon. Qani yuringlar, oshxonaga kiraylik. Kiyimlarimni almashtiray, ovqatlanamiz. Yuring. Keling, aka. U yaramasdan qilgan ishi uchun hali pushaymon qildiraman. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Hozir ortiqcha muammo hech kimga kerak emas. Undan keyin bu ishlarda doktorning ham aybi yo'q. Qanaqasiga aybi yo'q? A? Ana o'sha doktor qora ko'z bilan kelishib olganini o'z quloqim bilan eshitganman. Nega o'shanda hammasini aytmadingiz unga? Men qora ko'zning fikrini o'zgartira olaman deb o'ylagandim. Chinursan. Mana haqiqiy aybdor kim? Siz yoqasidan olishingiz kerak bo'lgan odam aslida boshqa. Men doktorning ishini to'g'ri demoqchi emasman. Ular ham yaxshi ish qilmoqda. Lekin qora ko'z doktordan qanaqa qilib iltimos qilganini bilmaymiz-ku. Hali u ham jazosi qolmaydi. Qora ko'z Kamron bilan qochib ketgan. Demak, qora ko'zni topmoqchi bo'lsangiz, avval Kamron topishingiz kerak. Aslida hamma baxtsizligi sababchisi o'sha Kamron emasmi? Men undan juda ko'p zarar ko'rdim. Bu endi hammasi boshqacha bo'ladi. Men uni albatta topaman.
Oyi, oyijonim telefon qilyaptilar. Nima desam ekan? Ayt kelishmasin. Qudamiznikida azza bo'lib qoldi desang tushunishar. Keyingi safar chaqiramiz. Xafa bo'lishmasin. Ha, o'chdi oyi. Bir pasdan keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, mayli. Hozir aytur. Yo'q, mayli oyijon, gapimni o'ylab olay, keyin aytaman. Ovqatingizni yeng. Tavba qildim. Nimasini o'ylaysan? Ber o'zim gaplashaman. Oyi, o'zim gaplashaman. Aka, voy. O'zim kelaman. Bolam, yaxshimisan? oyi, o'zi akamga haqiqatlarni qachon aytmoqchisiz? Qachongacha Lola bilan Kamron uyga kelmay yurishadi? Qanday qilib aytishni bilmayapman, qizim. Qo'rqyapman. Lolaning yo'qligida ikkalasi bir-biriga nimadir qilib qo'ysan, keyin nima bo'ladi? Voy, oyi, xudo asrasin. Murosaga keladigan vaziyatni poylayapman. Ha? Yana sen shoshilib aytib qo'ymagin. Men o'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Oyjon, siz turganda men nimayam dirdim? Sen umuman aralashma, qizim. Voy, o'lmasam. Kamron qaysarlik qilib kelmadimi ish qilib? Sen Sanjar akangga qarab tur. Ko'chaga chiqmasin. Kamron kiygan bo'lsa qaytarib boraman. Xo'p, oyi, xo'p. Bo'ldi, o'zingni bos. Senga aytgan iltimosim nima bo'ldi? Hammasini bildingmi? Ukamga nima qildi? Demak, Jasur akaga jiddiy zarar yetmagan, to'g'rimi? Shundan qo'rqib turgandim. Attang, shu ish yomon bo'pti-da. Bu haqida gaplashmaylik. Morida bo'lganda hammasini aytib beraman. Menga yordam berayotganing uchun rahmat. Suhbatlashganimizni uyingdagilarga aytib yubormagin. Yo'q, ayta olmayman. Mendan xafa bo'lma. Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Telefonim baribir o'chiq bo'ladi. Rahmat, o'zim aloqaga chiqaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim? Haligi men Kamron aka bilan gaplashmoqchi edim. O'g'lingiz uyda bo'lsa, chaqirib bera olmaysizmi? Kamron uyda emas edi. Qaynakasini uyda janoza bo'lib qoluvdi. Hozir Kamron o'sha yerda. Ozod akangni tanirmiding? Ha, taniyman. Ozodni o'g'li Sarvar o'tib qoldi. Alloh rahmat qilsin. Rahmat. Kamron akang o'sha yerda. Ha, biror gaping bo'lsa, menga ayt, men aytib qo'yaman. Yo'q, rahmat. O'zlari bilan gaplasharman. Uzr-a. Ha, ichkariga kir, bolam. Rahmat, men bora qolay. Ha, oyi, kim ekan? Qora ko'zning ukasi. Omon kepti. Kamronni so'rab kepti. Azada deb aytdim. Ha, uni Kamrondan nima ishi bor ekan endi? Bilmayman. Ha, menga ayt desam, yo'q, o'zlariga aytaman deydi.
Ha, Sanjar akang xonasidami? Hali chiqmadilar oyi. Endi har eshik taqillaganda shunaqa qilib yuragimizni hovuchlab o'tiramizmi deymanda. Nimasini aytasiz oyijon? Tezroq hammasini hal qilib olish kerak. Sanjar akamni tirikligini odamlar bilishsa, keyin nima bo'ladi? Bu ham muammo. Nima qilishni ham bilmay qoldi odam. Qadam bosishga joy qolmadi. Qayerga yurmayin, oyog'imizga zirabcha kiraveradi endi. Dada, Ha? endi har kun tug'ilgan kunim bo'lsin. Har kuni tug'ilgan kuningiz bo'lsa, mendan ham katta bo'lib ketasiz-ku. Katta bo'lsam yomonmi? Katta bo'lsangiz albatta yaxshi. Faqat o'z vaqt soati bilan. Opam mendan kattalar-a, dada. Opingiz ham sizdan katta. Shuning uchun ham opa deysiz. Dada, oyim ham sizdan kattalarmi? Yo'q, oyingiz mendan kichkina. Shuning uchun ham meni sizlab gapiradi. Opam tug'ilgan kunlarda ko'p sariqlar olib kelasizmi? Olib keladilar o'g'lim. Dadangni topgani sen bilan opangniki-ku. Albatta olib kelamiz. Qani, sok ichasizlarmi? Ha? Qani qaysi birini oching? Mana buni. Shunisini? Olinglar. Sarvar bolam. Opangni tug'ilgan kuniga ham ulgurmading-ku, bolam.